jamiki ustalarga bag'ishlanadi bu video. Nima sababdan bu gaplarimni aytyapman. Klientlarning uyini, ishini hal qilib beramizda, kamko'stlarni hal qilib beramiz, lekin o'zimizning uyimizga kelganda bahona topamiz. Ana qilamiz, mana qilamiz. Bir kun damim, meni tinch qo'yinglar, men dam olishim kerak deymiz va o'zimizning ishlarimizni chetga surib qo'yamiz. Oxir oqibat bugunga to'g'ri keldi bu ishlar. Endi xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib boramiz shu video davomida. Xo'p, bu yoqda polga suv to'planib qolganmi, suv qolib ketganmi, nima qilib qolgan va o'tib qaytganda bosilib qolgan, kirib qolgan. Shuni hisobiga endi ochib chiqamiz. Polini ko'tarib, kamko'stlarni to'g'irlab, yana abratga joyiga qotirib qo'yamiz. İşte nima qilib kelyapti. Ikkita chetkasiga o'tirgan. O'rtasi mana bu yerda bo'lgan. Atak bu yoq quruq. Menimcha mamutdan suv kelganda, artishganda usti namiq bo'lgan. Bosishgan, yurishgan, havo kirib qolganmi? Shuni hisobiga mana shu bo'lgan. Lekin bu quruq. Mana taxtdan o'zi mana namiqi ushlab turganu, lekin tegi quruq. Emas, cho'tki. Endi xudo xolis bunga yechim shundoq kesib olamiz. Mamutga qo'yib, shuni o'rniga xuddi shu displadan bosib yuboramiz. O'tlarni ham o'zimiz qilganmiz. Uyimiz. Jur'at degan narsani o'rganaylik. Jur'at. Qo'rqmaylik, narsani qilishlikka, hisob-kitob qildik, rashyot qildik, tavakkal qilib kirishib yuboraylik. 7 oylab bir kes deyiladi. Bizda shu 77 marta o'lchab turib, bir marta ham kesmay yonib ketgan odamlar. 7 o'lchab bir kesish kerak. O'lchashda maqsad nima edi? Kesish edi. Qarang. Kamolat hosil qilishdan chetlangan kishi odamlarning eng qo'rqog'idir. Biznes qilyapmiz, sport bilan shug'ullanyapmiz, ilmga ketishyapmiz, nimadir qilyapmiz. Shunda ikkilanish paydo bo'ladi. Bo'larmikin? Qana bo'larkin? Qadam bosib ko'ring-da. Siz sababini qilib Allohga tavakkal qilib qadam bosing-da, Alloh shunaqa iqtidoringizni ochib qo'yadi. U iqtidor qachon ochiladi, bilasizmi? Bu chekka taqalganingizda. Odamlarning botiri kelajakda